13 mingga 2 xonali birinchi qavatda joylashgan xonadon zudlik bilan sotiladi. Ushbu uyimiz Asaka tuman Navkar mahallasida joylashgan 2 qavatli domning birinchi qavatida joylashgan. Suv svetlari doimiy, gaz bo'lsa propandan foydalanadi. Xonadonning dokumentlari sotuvga tayyor ekan, 13 ming dollar bilan berib yuborar ekan. Boshqa qolgan to'lovlari yo'q. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.